5 yanvar shanba kuni soat 10 dan 18 gacha Fidoyi onalar va Sharq Turkiston informatsion markazining uyushtirishi bilan Germaniyaning Essen shahrida Xayr bozori nomida Uyg'ur yetim bolalarga yordam berish faoliyati o'tkazildi. Sharq Turkiston informatsion markazining raisi Abdujalil Qarqash apandi Sharq Turkistonning hozirgi vaziyatini tonishtirdi. U Xitoyning insoniyatga qarshi siyosatlarini ayiblash bilan birga Turk xalqini Sharq Turkistonga yordamga chaqirdi. Faoliyatda Asiya Turkan xonim, Badiya Aytekin xonim va Abru Kaya xonimlar navbat bilan so'z qilib, Sharq Turkistonga ko'ngil bo'lishga chaqirdi. Shuning bilan birga Uyg'ur madaniyat markazining tashviqot organi bo'lgan Uyg'ur televiziyasi tanishtirildi. Bütün kun yemek setilgan bo'lib, kirgan kirimning hammasi Turkiyada Uyg'ur bolalar uchun ishlatildi. Faoliyatga har soatdan bo'lgan mingdak kishi qatnashdi. Bu xil faoliyatlar buningdan keyin Germaniya boshchiliklarida Yevropa miqyosida o'tkaziladi. Xitoy ishg'oli ostidagi Sharq Turkistonda egichaqsiz 5 bola ko'mir gazdan zaharlanib o'ldi. Yeni egillagan ma'lumotlarga asoslanganda Sharq Turkiston Xotan viloyati Bozyer yezisida ota-onasi yig'ilish lageriga qamalgan 5 Uyg'ur bola mashdagi ko'mirdan zaharlanib o'lib ketgan. Ishg'oliyatchi Xitoy doiralari Sharq Turkistondagi bostirish va assimilyatsiya siyosatida kishilarni yo'qolan bahonalar bilan qo'lga olish bilan birga millionlagan kishini yig'ilish lageriga qamadi. Buning bilan egichaqsiz qolgan 100 minglagan Uyg'ur bolaning ahvoli diqqatni tortmoqda. Bloomberg agentligining yaqin manbalardan erishgan uchurlarga asoslanganda Xitoy savdo o'miga 15 yanvar 1 bosqichlik savdo kelishimiga imzo qo'yish uchun bir hay'atni Amerikaga avatdi. Bu vaqtdagi ishlarning maxfiy ilib berilganligini bildirgan manbalar bu planning imzolanishi uchun muavin bosh ministr Liu He'ga avatilganligini aytgan. Bu hay'atning 13 yanvardan 15 yanvargacha Washingtonda turadiganligi bildirildi. Iroq bosh ministri Adil Abdulhamdi Xitoyning Iroqning muhim va kuchli sherigi ekanligini bildirdi va ikki davlat orasida o'tgan yili imzolagan kelishimni ijro qilganligini aytdi. Axborot ishxonasidan e'lon qilingan bayonotga asoslanganda bosh ministri Abdulhamdi Xitoyning Bag'doddagi bosh elchisi Jang Tao bilan bosh ministr ishxonasida ko'rishgan. Ko'rishda Amerika qismlarining Iroqdagi mavjudligi haqida to'xtalgan Abdulhamdi Amerika Daeshga qarshi kurashda ko'p tirishchanlik ko'rsatdi. Lekin Iroqning to'qinish maydoni bo'lishini xohlamaymiz. Amerika Iroq hukumatining qaroriga asosan bu yerda turayotgan chekinish qarorini mo Iroq chiqardi dedi. Iroq bilan Xitoy 2019-yil sentyabrda energiya, neft va boshqa sohalarda Iroq bilan 8 turli kelishim imzolagan. Amerika prezidenti Donald Trump bo'lsa, Amerika askarlari Iroqdan ayrilishga majbur bo'lsa, Iroq texmi ko'p embargo yurgizdiganligini aytdi. Iranlik qo'mondan Sulaymonning Amerika tarafidan o'ldirilishi sababli kuchaygan jiddiylikka qarata NATO va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti har qaysi taraflarni o'zini tutib olishga chaqirdi. 29 a'zo davlatning bosh elchilari qatnashgan jiddiy yig'inda so'z qilgan NATO bosh kotibi Stoltenberg Iranning vaziyatni jiddiylashtiradigan harakatlardan saqlanish kerakligini aytdi va NATOning Iroqning yadro quroliga ega bo'lishiga qarshi ekanligini ta'kidladi. Yevropa hukumati boshlig'i Ursula von der Iranning yadro kelishimiga amal qilmaydiganligini bildirgan bayonotidan cho'nqur andisha his qilganligini aytdi. Qizil dengiz va Aden bo'g'izida chegarasi bor bo'lgan Saudiya Arabiston, Sudan, Djibouti, Somali, Eritreya, Yaman va Iordaniyaning tashqi ishlar ministri Riyodda bir yig'in o'tkazdi. Saudiya Arabiston Qizil dengiz va Aden bo'g'izida chegarasi bor bo'lgan Arab va Afrika davlatlari kengashining qurilganligini jakoladi.